agar banda odamlar gapiradi, odamlar tanqid qiladi, odamlar bir narsani bermay qo'yadi degan niyati bo'lsa, tamom riyokor. Lekin odamlar nima desa desin, men Allohning aytganini qilaman desa, bu muxlis. Bu muxlis. Ming afsuski, bizda hozir shu ko'p odamlar deganimiz ko'p. Odamlar nima deydi? Odamlar gapiradi, odamlar uyat qiladi. Bu Allohning dini turibdi bu yoqda. Qur'onning oyati, payg'ambarning hadisi turibdi. Odamlar nimalar edi? Odamlarning gapi hech narsa emas. Odamlar agar dinni gapirayotgan bo'lsa, Qur'onni, hadisni, sunnatni, shariatni gapirgan bo'lsa, bosh ustiga marhabo. Lekin ular uni teskarisini gapirsa, nimaga endi uni qilish kerak? Mana shu haqiqatlarni biz juda yaxshi bilishimiz kerak. Ixlos, riyokorlikdan uzoq bo'lish. Bu Allohga shirkni, sag'irasini, kichik shirk keltirib qo'yishdan saqlanish kerak.